Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilar. Azamjon menga bundaqa bo'g'oz soliqlardan chiqarib turing. Yaqin bo'g'oz variantlardan degan akalarimizga. Akalar bugun biz Namangan tumani Tepa Qo'rg'on qishloqdamiz. Akalar xudo xolisa sizlar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, nah bo'g'oz soliqni zo'rlardan olib kelib sotayotgan o'sha arzonchi bola Qodirali do'stimizdan qo'y fermalargamiz. Akalar xudo xolisa hafta kuniga bugun Chorshanba 2025-yil 1-oktyabr. Akalar xudo xolasa oxirigacha ko'ring, 50 ta soliqni zo'rlaridan va sifatli, chiroyli variantlardan chiqadi. Xudo xolasa video sal kechroq tushadi, akalar ish vaqti 24 soat bo'ladi. Oxirigacha ko'rib turing, qo'llab-quvvatlab turing. Siz kutgan qo'ylar va arzon qo'zin narxida yetib keldi. Sifati zo'ridan oling. Mana akalar, qo'ydi sifatliklaridan qo'ydi yeb ichishini ko'rsatib chiqaring degan akalarimizga. Akalar mana qo'ylarni yeb ichishi noyob, udor, sifati zo'ridan bo'lsin degan akalarimizga maksimalni darajada tarqatib qo'ying akalar. Buni qarang. Yo'masam o'sha arzonchi bolani o'zlari. Arzonchi bola. Kelayapsan-chi? Voy, bormisiz? Xudo xolsa azamga qo'ylar zo'ri keldi, bari. Havas bilan, yaxshi niyat bilan hammasini bir qo'raga tashlaydigan odamlar telefon qilish olsin, ikkita olaman degan odamlar telefon qilib qo'ylar xudo xolsa chiqishi bilan tugaydi bu qo'ylar. Bugun arzonchi bola eshitib turing. Bari, shak 4 tish, eng tepasi 8 ta. Bitta ikkita Navodan maydalangan. Shuni eshitib turing, deyap, shuni hammani ochib ko'rsatadi. Realni video qilamiz bugun. Ish eshitib turing. Qo'lda aka deyishdi, badani bor, eti bor, chiroyli. Nah bo'g'ozlar. Eshitib turing. Deyap. Bugun bir parcha video bo'ladi. Bir maza qilib video ko'rishni xudo xolasa. Mana qildi, o'ta chiroyli video bo'ladi. Yonlarga choyni qo'yib, bir piyola ichib, videoni chiroyli qilib. Hoji aka bitta like bosib qo'ying. Kommentariyaga yozing. Arziydi qo'ylar, yozganingizga ham vaqtingizni ketkizganingizga xudo xolasa chiroyli narxda bomba bo'ladi qo'ylar. Aniqmi? Narxi sinadi narxi. Yo'q unaqa, baland narx, qo'y tishi yashagan. Qo'zin narxida. Qo'zin narxidagi to'g'ri qo'ylar narxida chiroyli bo'g'ozlar qo'yib beramiz xudo. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Buni bo'g'ozlarni qarang, voy. Siz kutgan bo'g'oz soliqlarni zo'rlardan yetib keldi. Dedim uni qarang. Hammasi nashtoyingda yurgizing, yurishini ko'rib, hammasini qonini qarang akalar, mana. Buni qarang, qonunlarni akalar, hammasi bilinayotgan variantlardan akalar, ikki tish variantlardan bor. Ho, mana. Shtrat jonivar akalar, uni qarang, hammasini yelin tashab qo'ygan mana. Hammasi yelin tashagan akalar. Azamjon, keyin bir narsada agar uyga kelib tanlaymiz, ya bo'g'ozni 100% bilib olamiz degan odamlar, bitta biladigan odamlar kelib bemalol ko'rib tanlab olishaveradi ham. Narx chap-chaqba bo'lishi mumkin, lekin optim narxda qo'ylar sinadi. Narxlar sinadi. Narx sinadi. Arzonchi bola birinchi partiyamizga nechta? Yuravering. Birinchi partiyamizga mayda qolsa 17 ta bor azamjon. 17 bosh akalar, sifati zo'raganligi. Bittadan maynaqa 50 ta qo'ydi ko'rganda mashalloh deb qo'ying. Bu qo'ylarga ko'z tiyib qolishi mumkin deydi akalar. Hammasi qorin tashaganligi uchun akalar mashalloh deb kommentariyada yozib keting. Sifatini qarang. Shat jonivorlar. Buni qarang. Mana akalar, hammasini yelin tagiga bitta baho berib qo'ying. Sifati zo'ragan akalar, eng asosan qo'ylar menga nima deydi? Sifati yoqdi. Eng asosan va arzonchi bola eshittiring, tishlarni ko'rsating, bo'ldi. Realni tars. Ushab. Realni ko'rsatavering, tamom. Ko'ryapsiz? 4 tadan 6 ta o'tyapti. Bo'ldi, tamom, ko'rsatavering. Mana. Buni qarang, shak. Ikki tish. Ushang. Libayni. Qani, libayni ushang. Ey, to'sing mana. Mana ko'ryapsiz? Shak. Ikki tish. To'sing, haydab yuboring. Yo'q, mayli. Havo ko'rganiga qo'ylar. Mana. 8 ta ikkitasi. Hayda. Xudo xolsa qo'ylar zo'r. Mashalloh, akalar. Mo'g'ay qo'ylar qochib ham ketvoy. Qo'ylar asosi suyakchan variant ekan. Yosh kattasi yo'q. To'sing, yashay, to'sib turing. Bittami ikkita chiqadi. Hali orcha emas, xudo xolsa. Shak 4 tish 6 ta, 8 ta, bitta ikkita maydalagani bor. Emas lekin. Arzonchi bola, eshitib turing. Uni qarang, suyagini qarang. Bo'ylar necha mashiladi masalan? 75 plus minus sakson chiqarsa kerak, mana shu qo'y mana. Mana shu qo'y deb oyog'idan bunday qarang, novcha qo'yaganda. Narxi arzon bo'lar azamjon, u borgandan keyin bo'yaga qaramay, bo'ldi qo'ydi tushib qo'raga deydan narx qo'yib beraman. Xudo xolasa ya, hammasini bir toptarga bitta obunachimizga berasiz, xudo xolasa aka. Ey, siz izlagan bor, xudo xolasa ish qilasiz, telefon qilsin. Yoshlarni ham qarang azamjon, bu lovoqar boshqasi emas. Shu zo'r, shu butun. Mana uni qarang akalar. Katta but-butun.
Mana, qachon yetib keldi bular? Yeb ichishi sog'ligiga zo'rmi? Zo'r, bir hafta sinov bor. Xotirjam bir hafta garantiyasi bor. Mana, akalar bir hafta mana mashina qana yelinni. Mana yelin tashagan. Hammasini yelin tashagan akalar. Xudo xolasa qo'ylarni yetib bering. Hammasi mana. Hammasi yelin tashab bilinib qolgan variant. Ey, arzonchi bola. Buni bori shunday narx qo'yingki, obunachilarimiz narxni eshitib, Narxini qo'yamizki, otangga rahmat. Bunaqa yosh qo'y, bunaqa narxda hali chiqmagan deb yozishadi kommentariyaga. arzonchi bola eshitdim. Bu video sal kechroq tushadi. O bir shomdan keyin, shomda o'qigandan keyin qo'yiladi YouTube'ga. Bemalol telefon 24 soat. Agar birorta sababli bo'lmasa, Hop. telefonlar ololmayapsan, unda ham qaytaryapmiz. Hop. Hech haligisi yo'q. Muammosi yo'q. O'ylashmas, kim telefon qilsa, qo'limdan kelgancha qaytarib yetkazib hali qilyapman sancha. Faqat telefonni olmadi, unaqa qo'yim sotilib ketadi, 3 kundan keyin telefon qilishadimi, kimga shunaqasi kerak bo'lsa. Telefon qilsin, qo'limdan kelgancha qilib. Bu tomonga ham o'yinchi, mana bu tomonga yuringchi, mana ash bay deyishini hammasini ko'rsatamiz, xudo xolasa aka, mana. Siz izlagan qo'ylarmi? Mana qo'yda o'ta xo'ralar. Buni qarang, mashalloh, akalar. Haqiqatan qo'ydi qarang, voy. Juda xo'ra variantlarni izlab kelayotdingizmi? Mana. Qo'ydi sifatliklar. Mashalloh, voy. Maza qilyapman, ishonavering, voy. Arzonchi bola bo'ladigan gap narxida buni eng asosan. Bunaqa qo'ylar bor-ku. Hozir chiroyli keldi. Yeb ichishga bir hafta bemalol sinab olishadi. Hop. Boshqa narsa gapirilmaydi aslida. Bo'g'ozim xudo xolsa 100% deb bergan. Hammasi bilinib qopti o'zi ham. Hammasi bilinib ham yotdi. Avvalo xudo bitta yarimta chiqib qoladi baribir. Bitta yarimta ko'p Ha. emas. Unisi ham mayli deb xudoga shukr qilib qo'yishadi. Xudo xolsa narx sindirib beramiz aslida. Gapiring tamom. Narxinimi? Ha. 3 million 400 mingdan yo'q, unda ham bo'lmaydi. 3 million 300 mingdan ketdi. 3 million 300 dan. Boshqa haligisi yo'q. 3 million 300 mingdan chiroyli qilib chiqardi. Xayrisi bormi? Xayrisi telefon qilsa har doim o'tib beradi. Qancha xayrisi bor? Endi u telefonda-da azam. Hammani olishadi, 3 milliondan berishadi. Arzonchi bola degan nomingiz bor. Men narx qo'yib beraman deb. Agar aynaqa narxdan bo'lsa yana olaman agar. Eshitdim. 3 milliondan hammasini bir joyda 18 ta dedingizmi? Hozir men narx qo'yib beraman deb. Hop, 3 million 200 mingni olsam bo'lsa o'zim qaytib olaveraman yana agar. Maynaqa qo'yib bo'lsa. eshitib turing, dangalmisiz siz sotaman deyapsiz, to'g'rimi? 3 million 200 mingdan bir joyga bo'lsa sotiladi. Eshitib turing, 3 milliondan emas, bo'pti, 3 million 100 dan qilib berasiz. 3 milliondan bo'lsa olaman deyapsiz. 100 ming foyda qilasizmi shunda? Bo'ldi, tamom. 3 million 100 dan. Gap qo'shmang. Arzonchi degan nomingiz bormi? Azamjon, nima bo'lsa 50 mingdan yo'lkrasiga qo'shib berishadi, qo'y. Yo'q, eshitib turing. Bu qo'ylar yeb ichishi sog'ligi uchun, zo'rligi uchun o'sha 3 million 100 ming so'mdan bo'g'ozligi uchun, tamom. Men hali dastavkasi gapirmaganman. Hop. Kam o'ram, hamisha o'ram bo'layotib turgani uchun To'ppa-to'g'ri. yana 50 mingdan silab berishadi, xudo xolsa Qanchadan bo'ladi? bo'lsa chiqarib 31,5 dan. Ya, Ko'p tortishib, uzoq boshqa narsa kerak emas. Chiroyli bo'layaptimi hojaga, laytni bosib qo'yib, narx siniyapti qo'ylar narxi. Eshitib turing, 3 million 100 ming so'mdan gap qo'shmang, tamom. Endi azamcha qo'ylarni ham deb. Abdorincha o'sha arzon bo'lsa, hammasini bir joyda olishadi, bo'ldi. Sizni bitta bo'shatib qo'yishadi, keyin. Hammasini bir joyga bo'lsa 3 million 150 mingdan ketdi. 100 dan. 3 million 100 mingdan otangga rahmat, gaziga bos, qo'ylar arzon bo'ldi deysiz. Barbaraka, akalar, voy. Mana arzon bo'lsa shunchalik bo'lsin dedi. 3 million 100 ming so'mdan optim ekan. Bittadan like-ni bosib qo'ying, xudo xolasa. Boshqa plyus minusi bo'ladi azam. Tanlab olish 3 milliondan ham 3 ta 4 ta qo'yib, 5 ta qo'yam chiqarib beraveraman. 5 ta. Ha, bemalol. Mana. Lekin ag'i plyusga. Plyusga akalar, mana. Xudo xolasa, lekin bittadan like-ni bosib qo'ying, qo'ydi qarang mana. Davra taraf bo'shat bo'ldi bir pasda. Hammasi xo'ra variantlar. Arzonchi bola bugunga mana shu bir partiya xolos. Bugunga bir partiya. Hop. Qolsa azamjon, yana zo'rlari kelyapti, laytni bosib, kommentariyani yozib turish olsa, tindirib chiqarib bergan. Qo'zi yana chiqarmabdi bu safar deb o'ylashmasin. Hamma qo'ydan bor. Bo'ldi, gap. Akalar bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat.